Hop, mana yana bitta ishimiz tayyor bo'ldi. Uylarga olib kelib o'rnatib berdik. Hop, bitta svet pastligi uchun qorong'i ko'rinishi mumkin. Ikki qanotli shifonier, Cooperellus, polka. Buni ham mexanizmlari toza. Hop, domon shilka. Seflargacha bor. Teshigi ko'zgu. 1.62 yon. Bu endi kichikroqdir ham. Yoshi kattaroq Xo'jon aka bo'ldi. O'zlari uchun. Eshik, polka, mexanizmlari yaxshi. 3 tadan g'aladon. G'aladonlari ham keng bo'lgan. Ko'rinishi. Uylariga olib kirib chiroyli o'rnatib berdik.